O'lik dengiz dunyodagi eng noyob joylardan biri. Bu yerda siz xuddi kosmosdagidek vazinsizlikni his qilasiz. Ammo bu tinchlik ortida dahshatli xavf yashiringanini bilarmidingiz? Bu yerda suv odatiy okean suviga qaraganda 10 barobar sho'rroq. Aynan shu yuqori zichllik sizni suv betida po'kakdek tutib turadi. Lekin aynan shu kuch sizga qarshi ishlashi ham mumkin. Ko'pchilik o'lik dengizda cho'kib bo'lmaydi deb o'ylaydi. Ammo bu xato. Agar siz ehtiyotsizlik qilib qorningiz bilan ag'darilib qolsangiz, suv oyoqlaringizni yuqoriga itarib yuboradi. Zichlik shunchalik yuqoriki, qayta orqaga o'girilish yoki boshni suvdan chiqarish imkonsiz bo'lib qoladi. Sarosima boshlanganda inson beixtiyor nafas oladi. Bir qultum o'ta sho'r suv o'pka va nafas yo'llarini bir zumda kuydirib yuboradi. Bu nafaqat nafas qisishiga, balki ichki a'zolarning og'ir shikastlanishiga ham olib keladi. Hatto o'limga ham olib kelishi mumkin. Bu shunchaki nazariya emas. 2025-yilgi mavsumning o'zida O'lik dengizda bir necha cho'kishlar holati qayd etilgan. Bu joy go'zal, ammo shafqatsizdir.